Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Sizlarga ma'lumki, hozirda Shvetsiyada migratsiya siyosatida juda ham keskin o'zgarishlar yuzaga kelmoqda. Yangi qonunlar yoki e, cheklamalar yuzaga kelmoqda. Bugun kutilgan press konferensiya bo'lib o'tdi. Unda migratsiya yuzasidan va migratsiya yuzasidan 5 ta punkt ko'rib o'tildi. Bu juda ham yaxshi xabar. Men shu xabar bilan sizlarni tanishtirib o'tmoqchiman. Birinchisi ventil, ya'ni 18 yoshga kirgan bolalar hozir ota-onalarining orqasidan hujjat olish imkoniyatlari yo'qligi tufayli davlatdan chiqarib yuborilmoqda. Shunday yoshlarni olib qolish uchun ularga qonun yuzasidan imkoniyat berishni va'da qilishdi va migratsionniy bugundan boshlab 18 yoshga to'lgan va ota-onasiga qo'shib hujjat ololmaydigan, chiqib ketishi kerak bo'lgan yoshlarni ishlari to'xtatilishi haqida xabar berdi. Ikkinchisi bu hozir sizlarga ma'lumki, hukumat permanent poliston, ya'ni постоянный вид на жительствоni olib tashlash harakatida yoki olib tashlab uni o'rniga vaqtinchalik yashash huquqini berish harakatida edi. Hozirda bu hukumatda o'tirgan partiyalar hali bir to'xtamga kelishgani yo'q. O'shaning uchun bu olib borilayotgan utreding deyiladi ishlarni, ya'ni kompyuter qo'shimcha kiritish uchun kelishuv bo'ldi. Ya'ni hali biz bularda aniq bir ya'ni permanent polisni olib tashlash yoki olib tashlamaslik yuzasidan biror bir xulosaga kelishgani yo'q. Agar kompyuter ya'ni qo'shimcha kiritish so'ralgan bo'lsa, bu yaxshi xabar bo'lishi mumkin. Balki natijada o'sha permanent polisni olib qolinadi. Lekin hukumat xohlamoqdaki, permanenti borlar tezroq Shvetsiya fuqaroligini olish uchun hujjat topshirishlarini so'ramoqda. Uchinchisi bu sport byuti deyiladi. Sizga ma'lumki, 1-apreldan keyin olib tashlangan edi. Bu narsani hozirda endi yana qaytadan kiritishmoqchi. Ya'ni shu rabochka olib, azuldan keyin rabochka olib cho'zdirishga topshirmoqchi bo'lganlar va ularni oyliklari hozirgi talab qilingan oylikka teng keladigan bo'lsa, ular Shvetsiyani tark etmasdan ichkaridan topshirish huquqiga ega bo'lishlari mumkin deb. Bu juda ham yaxshi xabar, chunki juda ham ko'pchilik vatandoshlarimiz chiqib ketishga majbur bo'lishdi. Lekin bu narsa mana bugundan boshlab ichkaridan topshirish huquqi berilishini aytib o'tishdi. Bu juda ham yaxshi xabar. To'rtinchisi, bilasizlar, iyun oyidan boshlab oyliklar, ya'ni rabochka olish uchun oyliklar juda ham baland qilib ko'tarilgan, 33,000 kronagacha ko'tarilishi aytildi. Lekin underxotoshka bo'lib ishlovchilar uchun yoki ba'zi bir shu imенно meditsina sohasida, misoli sohasida ishlaydiganlar uchun oylik talab oyligi darajasi pasaytirildi. Va 5-inchisi bu Ukraina fuqarolari uchun. Hozirda Ukrainaga qayta olmayotgan, lekin o'sha oyligi ham rabochka olish darajasiga yetmayotganlar uchun ham realistiskiy mehliyati deyilgan, ya'ni haqiqatga to'g'ri keladigan imkoniyatlar berish orqali ularning yashash huquqlarini cho'zish imkoniyati ham e'lon qilindi. Agar sizda bu yuzasidan savollaringiz bo'lsa, bemalol menga murojaat qilishingiz mumkin. Kontakt ma'lumotlar video tagida ko'rsatiladi. Rahmat.